Barchaga assalomu alaykum. Bugun polvon bolgarka toshini boshqa bolgarka toshlari bilan real ishlaganini sinab ko'rdik. Buning uchun quvvati 1600 watt, diametri 180 mm lik bolgarka yordamida 24 mm lik armaturani kesib, kusoklarga ajratamiz. Videoni oxirigacha ko'rsangiz, har bir kusok sizga necha so'mdan tushishi haqida bilib olasiz. Demak, birinchi toshimiz yaxshi natija ko'rsatdi. Umumiy hisobda 32 ta kusok kesa oldik. Ikkinchi toshimiz bo'lsa, boshdanoq tez yeyilib, qora mayda qipiqlarga ajrab ketdi. Biz o'zimizning sog'lig'imizga zarar tegmasin deya kesishni to'xtatdik. Bu tosh bilan bo'lsa, atiga 10 ta kusok kesa oldik xolos. Uchinchi toshimiz polvon. Ko'rishingiz mumkin, qolgan toshlarga qaraganda ancha yaxshi natija ko'rsata bildi. Umumiy hisobda bo'lsa, 58 ta kusok kesa oldik. To'rtinchi toshimiz ham yomon emas. Ammo tosh qiziganda egilish holatlari kuzatildi va tosh yarimlagandan so'ng tez tugay boshladi. Bu tosh bilan bo'lsa 35 ta kusok kesa oldik. Baho berishga shoshilmang. Bilganlar uchun eslatma, bilmaganlar uchun yangilik sifatida. Sizga qanday hisob-kitob qilishni ko'rsatib beraman. Misol uchun, birinchi raqobatchi brendi 32 ta kusok kesa oldi. Uning hozirgi kundagi o'rtacha narxi 12000 so'm. 12000 da bo'lamiz 32 ga. Mana shunda har bir kusok bizga 375 so'mdan tushdi. Ikkinchi raqobatchi brend toshi bo'lsa 10 ta kusok kesa oldi. Uning hozirgi kundagi o'rtacha narxi 10000 so'm. 10000 da bo'lamiz 10 ga. Mana shunda har bir kusok bizga 1000 so'mdan tushdi. Uchinchi polvon otreznoy diski bo'lsa 58 ta kusok kesa oldi. Uning hozirgi kundagi o'rtacha narxi 8000 so'm. 8000 da bo'lamiz 58 ga. Mana shunda har bir kusok bizga 138 so'mga tushdi. Uchinchi raqobatchi brend toshi bo'lsa 35 ta kusok kesa oldi. Uning narxi o'rtacha hozirgi kunda 12000 so'm. 12000 da bo'lamiz 35 ga. Mana shunda har bir kusok narxi bizga 342 so'mga tushdi. Mana ustakalar, real ish jarayonini o'z ko'zingiz bilan ko'rdingiz. Eksperimentimiz haqida fikringizni izohlarda kutib qolamiz.